Seminarning navbatdagi ishtirokchisi Gulnoza Fayz Omad fermer xo'jaligi rahbari Sohib O'rozboyev va ularga ham xuddi shu savol bilan yuzlamoqchimiz. Sohib aka, bu yil qaysi navni ekmoqchisiz? Sinli Zau 78 navni ekmoqchiman. Demak, xorijiy nav. Nima uchun aynan shu nav? Suvsizlikka chidamliligi. Qurt tushmas ekan. Ko'rdim. O'tgan yili haqiqatda shunaqa ekan. Demak, o'tgan yili bu navni ekmagansiz? Yo'q, ekkanman o'tgan yili. O'tgan yili shu Xitoy navini ekdim. O'zimizni mana bu navga nisbatan ancha chidamli ekan. Qurtga ham, suvsizlikka ham. Hosildorligi ham yaxshi ekan. O'tgan yili 2024-yil Xitoy paxta, Xitoy navini ekdim. Suvsizlikka chidamliligi, ko'sak qurtiga chidamliligi. Shu jihatlar menga juda ma'qul keldi. Xudo xolisa bu yil ham shu Xitoy navini ekib yaxshi hosil olish. O'tgan yil hosilingiz qanaqa bo'ldi? Hosildan ko'nglingiz to'ldimi? Menimcha aynan yaxshi hosil olganingiz uchun ham bu yil yana ekmoqchisiz. O'tgan yilgi hosildan ko'nglim to'ldi. Xudo xolisa 30-35 sentner berdi. Bu yilgi rejalar qanaqa? Bu yilgi hosildan rejalar, niyatlar, umidlar qanaqa? Xudo xolisa bu yilgi rejalarimiz mana shu qo'shqator Xitoy uslubida ekib, yaxshi hosil olib, xudo xolisa bir 40-50 sentner hosil olish niyatda. Hosilga baraka va o'ylaymizki, ish jarayonida yana siz bilan ko'rishamiz va hosilni yig'ib terib olganingizda yaxshi kayfiyat bilan, yuqori natija bilan siz bilan ko'rishamiz va yana bir marta suhbat qilamiz degan umiddaman. Rahmat. Salomat bo'ling.